İkinci qism. Bir chaqda to'rt ko'cha eg'iziga kelganda birdan o'ylanib turdi. Ko'chaga chiqib elib, bundaq mengib hagili bo'lmaydi-da. U oxir uzun yo'lliq avtobus bekati tarafga maqdi. U bekatga kirib, saqlash bo'linmasiga kirib o'tirdi. Bu yerga kelgan bilan u nega berishini bilmaydi. Bir chaqda uning qo'liga uning orqadagi o'rindiqda o'tirgan ayollarning qilgan paranglari anglandi. Ularning paranglaridan bir yerga paxta tagila bordagandek qiladi. Ayollar zo'q-sho'q bilan o'zlarining burun qancha pul topganligini, bu qitim tirishib, uningdan ko'p pul tepish orzusining borligini so'zlashadi. Ay go'zal, ularning og'zidan chiqayotgan son-sifirlarni anglab hayron qoldi. U paxta teribmi, shuncha ko'p pul topqili bo'ladiganligini o'ylabmi boqmagan edi. Ay go'zal, hozir o'zining nega bordiganligini bilmay turganda, bu gaplar uningga berish yo'lnishini ko'zitib bergandek bo'ldi. U ayollarga o'zining shu yerga berib kevas targisi borligini aytib edi. Ular xushallik bilan Ay go'zalni o'z sepiga qo'shib oldi. Ay go'zal avtobusda o'zi azaldan berib boqmagan notanish shaharga qarab ketib bormoqda. U qachonlardandir bir chaqlarda kichikkina bo'diriq qo'llarida onasi Izzatgulga agashib paxta targanlarni esladi. Nima degan g'amsiz chaqlar edi. Ayni vaqtda uning ota-onasi bo'lgan. Ota-onasi uningga bekla amroq edi. Dadasi uni tayim mening Marikam qizim deb bo'yniga mindirib, to'yga taylaq qilib oladi. Onasi bo'lsa dadasining yanida uningga hamroh bo'lib mang'atdi. Onasi tamoq etganlarda, dadasi ot uloqlarni yig'ishtirganlarda, ota-onasi etis eriqlarda ishlaganlarda, u hamon ularning yanida bo'ladi. Ota-onasi uningga mehr muhabbatning nimaligini har bir ish harakatida ifodalab turadi. Kunlarning birida onasining kursiga yo'g'inib, Ay go'zal o'zining bir ufqsi bo'ladiganligini bildi. Bu oiladagi xushallik hasilandi. Ay go'zal harmay onasining kursiga silab, huksining balduroq tug'ilib, o'zi bilan birga o'ynashini umid qiladi. Uning aniq esida onasining kursiga o'ltirsa qo'polmug'idek bo'lib, rasa yo'g'ingan kunlarning birida bu uyning to'riga o'rildi. Ya'ni uning dadasi qatnash hodisasiga yo'l o'qib qazo qildi. Bu xabar uning onasini tangla yiqitdi. Yosh ona bu ishlarga bardoshlik berolmay joyiga yiqildi. Doktorxonaga operilgan bo'lsa-mu, qutqizish o'nim bermay, ana bola ishkaylan tangla o'lib ketdi. Texi əmdili 5 yaşının qarsını ağan Ay go'zal ota-onasining tutgan uyida yolg'iz qoldi. Uni dadasining aksi ega bo'lib boqadigan bo'lib elib ketdi. Ay go'zalning uyini o'g'liga tutib berdi. Ay go'zal qachon bu uyga keldi, shu kundan boshlab uning baxtli kunlariga xotima berildi. Bu qiz ota-onasining beshiga chiqqan shum qiz hisoblanib, bu oilada qandaqli peshkalchilik bo'lsin, hammasini Ay go'zaldan ko'rib, dardini uningdan oladigan bo'ldi. Uni chiroyli Ay go'zal degan ismi shum bo'ldi. Ular uni kichik demay, hamma ishga buyurdi. Qalamisi uratdi, tillaydi, dushkanlaydi. Hay shum, eshakdek bo'ldim. Mushunchalik ishni qilamamsan? Qachongacha sen shumning dardini tatib o'taman men? Bu uyga mushtumdek vaqtingda kelgan, kiringni yuyib, eshingni etib cho'nqib qo'ydim. Endi bir cho'pcho'ngni bo'lib, menga asqatamikin desam, qilgan ishingning hammasini chatoq teribli yuramsan sen? Sada tayiqin kamgo sening. Deb mashning ko'lini tushirdigan o't qo'lg'ich bilan urib ketdi tag'isining ayoli Maynurxon. Uning qilgan ishi faqat mashga ko'mir selayotganda ehtiyotsizlikdan bir necha tal ko'mir partisi yerga tushib ketgan edi. Ay go'zal vayjonlig'icha qo'li bilan to'sib olsa, o't qo'lg'ich uning qo'llariga tegadi. Tag'isi bo'lgan odamning uningga ishchi ag'irib qo'ymadi. Oxiri tag'isining uyidagi birdan bir e'tiborliq malika Dilnurning uningga ishchi ag'irdi. O anasiga
Bo'ldi, appa, bo'ldi qiling ha. O kömürlerini terip meşke seli vesilip olmadı mı? Onu bundak oraya verip öldürüp koymak yana. Dep anasını tosup aldı. Bu rahimsiz bağırtaş ayal Aygüzel'ni öldürüp etmesi boldu kılmaydıgandek onun etilipli turattı. Aygüzel yerge düşüp ketken kömürünü pakı süpürüp meşke selip etip özü yatıdığan öyge çıkıp ketdi. Onun yatıdığan öyi havanın şuncu soğuk buluşuğa karmay ot kalanmıgan bolup, xuddi muz gemiga o'xshash zimiston chillab turadi. U og'riq dastidanmi yoki xo'rliq dastidanmi yiqiqtab yig'lab ketdi. Badanining nima bo'lib ketganligini bilmadi. Ammo qo'llarining o'tga ulg'ish tekkan joylari ko'kirib, qizirib, ba'zi yerlari yerilib, qonabmi ketgan edi. Ko'nilarning ayol kishini ayol kishi eng qattiq ezalaydi degan gapi rost bo'lsa kerak. Әмді дек 14 yaşının qarşısına ağan bu qız muşu rəzil ayaldan qancha qeydimlab tayaq yegenini sanab mı berenmeydi. Eğer birisi Aygüzel'den jahondagi eng yavuz insan kim deb sorasa, o ikkilenmey tağamның ayalım Maynurxan deb cevap beradi. Aygüzel yığlab o'ltirib, tağısının ayalı Maynurxanның sözünü əslədi. Kichkidan tartib karni yuyib, eshni etib deganlarni esladi. Ammo u har qancha qilibmi bu uyda biri odamning uning kirni yuyib berganini eslaganmadi. Tomoqlarmi uning qo'li tegmay etilib boqmagan edi. Bo'libmi bu 2 yildan beri Aygüzel bu ayilning chaqirig'ili aylandi. Uning ko'ngliga pat-patla tasalli berdig'ini tag'isining qizi Dilnur edi. Dilnur pat-pat onun bilan paranglashib, onunga tasalli berib, ko'nglini yasaydi. O'zining kiymaydigan kiyimlarini onunga beradi. Bu 2 qizning yeshi 2 yosh atrofida farqlansa-mu, ammo bo'y turqi tang edi. Shunga Dilnurning kiyimlari Aygüzelga obdan keladi. Bundaq chaqlarda Aygüzel xuddi bir kim onunga bayramlik kiyim ipagandek xushal bo'lib ketadi. O muşularni o'ylab turib edi, eshik ochilib, Dilnur kirib keldi. Dilnur uyning sovuqligidan gashgisini g'ujjida ko'rdi. Uning chiroyida ota-onasining Aygüzelga qilganlaridan xijil bo'lish ifodasi ko'rildi. U qo'lida dorilik plastir ko'tarib kirgan bo'lib, avval Aygüzelning qo'lining yerilgan yerlarini tozaladi. Ondan dorilik plastirni chiroyli qilib chaplab qo'ydi. Ondan anasının o'rnida Aygüzel'den yenish-yenishlab kechirim so'radi. Aygüzel gerçi Maynurxanni yaxshi ko'rmasa-mu, ammo Dilnurga o'ch emas edi. Shunga beshini yengil lang'ishtib, uningga qarab, kulimsirab qo'ydi. Tag'isining so'g'uq muomalasi Maynurxanning do'qislitishlari bilan yana 3 yil o'tib ketdi. Onun bu ailedeki birden bir do'sti yo'lanchiki Dilnurmi to'y qilib chiqib ketdi. Mushu bir haftadan beri Maynurxonga nima bo'ldi ekan? Uning Aygüzelga bo'lgan muomalasi yumshab, uningga azaldan ko'z tutib boqmagan mehribonliklarni qilyotdi. Tag'isiga men nechaylab bo'lib qoldi. Maynurxon Dilnurlar bachaqlatla yanada muz chiroyi bilan o'ltirsa, ular yo'q chaqlarda uning engaklarini silab, erkiltib çaşlarını tüzleştirip koyatdi. Ba'zida yelila Aygüzelni yavitdigandek g'alati nazarda qarab, tükürüklerini g'urtida yutib qo'yatdi. Bundaq chaqlarda Aygüzelni sal sur bosatdi. Bir kuni Aygüzel uy ishlarini besiqtirib bo'lib, yotadigan uyga chiqib ketdi. Odatda u yotadigan uyni quluplab yotmaydi. Chunki uning uyiga Dilnurdan boshqa hech kim oyoq bosmaydi. Dilnur to'y qilib chiqib ketgandan keyin hech kim uning g'ayribona uyiga oyoq besib boqmagan edi. Ammo bugun bir kutilmagan mehmon uning uyiga kirib keldi. Bu chaqda Aygüzel hech nimani to'ymay uxlab ketgan edi. Bir chaqda u hadab birining qo'lini bayqadi. Shundaqli cho'chib, to'shqanday tipirlab ketdi. O kishi Aygüzelga Gibimni anla Aygüzel. Bir demdile tugaydi. Ovozini chiqarma, ha? Men sana chiroyli ko'ynak kiyib berma, pulni berma.
Gepimni angla, medirlima. dedi. Bu kişi onun tağısı idi. Aygüzel vaqırışqa o'rnivedi. Tağısı onun ağzını mahkam tutuverib. Gepimni angla, şom. Yengin hazır seni bir qiyrig berib etmekçi bo'pti. Agar meni deganimga ko'nsang, men uni niyatidan yondiraman. Agar ko'nmasang, seni yurt ichida bosh ko'targisiz qilib etaman. U chaqda mendan xafa bo'lma. Acaba sen seni shuncha baqqallarimga hech bir javob qaytarmayli bu uydan ketmoqchimisan? Bu sening uxlab tushing. Men sening tog'ang. Agar sen gepimga kirsang, men seni hargiz o'tqittirmayman. Sen yana bu uyda turaversa, qiyrig tegmaysa, qandoq? dedi hasirab hömidab turib. Ah, rasul insonlar. Men sening tog'ang, sana yaxshi bo'lsin deyman deydi-yu, o'zining mushu qilmishningla uningga yomon bo'ladiganligini, uning hayotiga baxtsizlikning tamg'isini besib qo'ydiganligini o'ylab qo'ymaydi. Baqqallarimga javob qaytar deydi-yu, men qandoq baxtim? Mushtumdek bir ojiz qiz bu uyda nima ishlarni qildi, nima xo'rliqlarni ko'rdi deganlarni o'ylamaydi. Odam mushu noahlidek iflos, yuzi qiyilin, vijdonsiz bo'lib olsa, hech nima qilg'ili bo'lmaydigan o'xshaydi. Aygüzel bu hayvon erning o'z qizidek edi-ku. U inisining qizi edi-ku. Aygüzel to'xtamay tirkishib, tag'isi to'xtamay yapilishib, uni bo'ysundiramay turganning ustiga Maynurxon kirib keldi. Chiraqning yiqilishi bilan tag'isi nemish bo'lganligini anqiramayla o'rindan chachirab turib ketdi. Xapo mağudan hemen qilgan mushi ezitqo qosh ko'zlarini o'ynatib yursa, ko'zini qisib qo'yib uyga kirib kes poq yeb saptiman. Bu misman qiyriqandi bu ishni qilib yuramanmi? Xapo bo'lma, men ezibdiman. Men odam emas. deb xotinining oldiga o'milab bordi. Rasvo qanjoq, seni sog' salomat agi berib olaman desam, xalq olam oldida meni yerga qaratmoqchimitding. Teha arti bilmagandek o'zingning tog'isini chillab yurdingmi, rasvo? Hayvon bolasini boqsang, og'iz burningni yog' etar. Odam bolasini boqsang, og'iz burningni qon etar degan mushkanda u buzuq. Oldirma, seni atili argi berib etmaydigan bo'lsam, deb Aygüzelni bir nechini urib etib, erini oldiga sog'inichi chiqib ketdi. Maynurxon uyga chiqib, erini jahondagi eg'izga og'ili bo'lmaydigan eng sat gaplar bilan tillab, uni Aygüzelning qishig'i chiqqaniga to'yg'izib etdi. Maynurxonning ko'nglichi bo'lsa, Aygüzelni urib, pitiqlab, ezqiga ilib choyni vasimi dardi chiqmaydi. Ammo unda qilib, uning chiroyli badallarini zaxmlantirib qo'ysa, cho'ng napdan quruq qoladi. Chunki mayli qiyri, mayli yosh bo'lsin, er kishi deganning hammasi ayolning badallarining yumran, chiroyli bo'lishini umid qiladi emasmi? Maynurxon Aygüzelni bermoqchi bo'lgan er qiyriqiniga boqmay, Maynurxonga xeyli yuqori talab qo'ygan edi. Agar Aygüzel qiyrining degan yerga kelgudak bo'lsa, Maynurxonning bu qitimga atalmish to'yda erishadigan foydasi ko'p bo'ladi. Shunga bu qitim u alimini ichiga yutishga majbur bo'lgan edi. Aygüzel tag'isi va Maynurxon chiqib ketgandan keyin Maynurxonning va tag'isining so'zlarini qayta bir qitim esladi. Agar ularning degani rost bo'lsa, demak, u ati kash bo'lsa, o'zini bilmaydigan qiyrining qo'ynida ko'radi. Yo'q, nemishqa men o'zim xolamaydigan, tonimaydigan birni xotini bo'g'idakman. Ammo yo'q desam, o yovuz odamiy hayvonlar meni yana bo'sh qo'yib etmaydi. Shunga men eng yaxshisi bu uydan ketay. Lekin nega boraman deb o'ltirsam, ularning deganiga ko'nsam bo'ladi. Avval uydan chiqib boqay, men bir kirgudak makon chiqib qola. Aygüzel shundoq o'ylaganicha bir necha qur kiyimini elib, deg'i tong yo'rimasdilla uydan chiqib ketdi. U shaharga kirib kash bo'g'icha hamma yerni aylanib chiqdi. Ammo kash bo'g'ancha uni qo'rqinish besishga boshladi. Kunduzi bundaq mengib yurgan bilan, ketsa bundaq mengib yurgili bo'lmaydi. Lekin u qanday qilishini bilmadi. Shunga kishilar o'tishib turadigan yo'l ustidagi bir o'rindiqning ustida bo'psini quchoqlab o'ltirdi. Hozir u o'zining nima o'ylayotganligini o'zimi bilmaydi.
Bir çağda bir ayalning ovozi anglandi. "Hoy ukam, ha xon, sizni da'vatman sizni. Ha to'g'ri, bu yoqqa keling ha." dedi. Aygüzel atrofiga bir qarab yetib, ayolning o'zini chaqirayotganligini bildi va astag'ini o'rnidan turib, ayolning oldiga bordi. Aygüzel o'ltirgan o'rinning qarshi tarafidagi bir tez tomoqxona edi. Lekin Aygüzelning kallasi joyida bo'lmag'achqa, buningga mizan solmagan edi. U ayolning oldiga kelib edi. Sazgir ayol Aygüzelning usti beshiga qarabla uning g'arg'in ham ko'rsqining echib ketganligini bilib oldi. Ayol ortiq gap qilmay, oldi bilan Aygüzelni o'tirishga taklif qildi. Andin uning oldiga suyuq salangrak suyiqash keltirdi. Andin Aygüzelga tartinmay tomoq yeyishni, qolgan gaplarni tomoq yeb bo'lib deyishni aytdi. Aygüzel bu notunish ayoldan ham tuyuqsiz o'ziga qilingan bu iltifatdan sal